Assalomu alaykum akalar, navbatdagi zakazlarimizni ham chiqarib yuborish arafasindamiz. Hozir tayyorlayapmiz. Bugungi sanamiz 12 fevral 2026-yil. Zember yo'llarimizdan 6 ta chiqarib yuboramiz bugun yuklab. 300 kvadratligidan 4 ta, 2 ta o'ng, 2 ta chap bo'lgan. 150 kvadratligimizdan 2 ta, bitta o'ng, bitta chap bo'lgan. Hozir menga o'xshab chiroyli qilib salafan kiygizib upakovka qilamiz. Borganda ham chang bo'lmasdan, nam tegmasdan yaxshi holatda turadi. Sotuvga asosan Xorazmli mijozlarimizga, doimiy mijozlarimizga Zember yo'llar. Xo'p, yana zakazlar bo'lsa, tayyor bo'lib turganlari ham xudo xolasa bor. Varaqada ham tayyorlari. Bular garilkalar, mana 6 ta. 2 ta mana 150 diki, bu yerda 4 tasi 300 diki. Farqi ozgina uzunligida bo'ladi. 150 diki olov yonish joyi 25 sm bo'ladi. 200, 300, 350 diki 30 sm bo'ladi. Mana olov yonish joyi sal uzunroq. Motorlar o'sha bir xil 0.25 kilovatlik 250 watt deyiladi. Двойной reduktor. 2 ta reduktor через переходный val bilan ulangan. Bu juda ham mustahkam. Bu yil sinovdan o'tkazdik. Juda ham mustahkam. Shu holatda. Bunkerimiz 150-200 kvadratli bunker bir xil. Shu 90 kilo atrofida ko'mir oladi. Bu mayda irigligiga qarab. Maydaroq ko'mir bo'lsa, qumaralash kilogramm 100 kilo ham bo'lib qolishi mumkin. Sal irikroq yong'oqdek, danaydeklar bo'lsa 80-90 kilo atrofida oladi. Shu zichligi qarab. Bular 300 diki, 300 kvadratdiki 120-130 kilo atrofida oladi. Bunga nisbatan kattaroq. Bu joyda 350 kvadratliklarimiz, 300larimiz, 900larimiz. Ichkarida ham zakazlarga sekin-sekin chiqarib berilyapti mana. Bu yerda yana tayyorlanyapti. Bu tarafda tayyor garilkalar. Bu tarafda tayyor yo'llarimiz 150lar. 150, 200, 300. Bu tarafda yana qo'shimcha garilkalar, bular komplekt. Xudo xolasa bugun yuklab chiqarib yuboramiz. Isuzumiz kelsa zakaz beraverasizlar. Hozirgi kunda shu 150 dan tortib to 900 kvadratgacha tayyorlari bor.